بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Azizlar, bugun biz Allohdan madad so'ragan holda Allohning eng go'zal, eng qudratli ismlaridan biri bo'lgan Al-Aziz ismi haqida suhbatlashamiz biiznillah. Alloh taoloning bu ismi Qur'onda 90 dan ziyod o'rinda zikr qilingan, eng ko'p zikr qilingan ismlaridan biri. Demak, buni o'rganishligimiz nihoyatda muhim degani. Alloh taolo aytadiki: "Wa'lam annalloha azizun hakim." Bilginki, Alloh aziz, hakim bo'lgan zot. Ya'ni nihoyatda qudratli va qudratini o'zini o'rnida ishlatadi. Qayerga qo'yishni biladi degan. Bu ismni ta'lim olishligimiz nihoyatda muhim. Ayniqsa bugungi kunda bu ismni ta'lim olishimizga ehtiyojimiz nihoyatda yuksak. Bu ismni ma'nolaridan birinchisi Al-Aziz, nihoyatda qudratli degan. Bu qudratni ta'ammul qilish uchun Al-Aziz bo'lgan zot yaratgan koinotga bir nazar solishimiz kerak. Koinotga bir qaraylik. Bu behisob yulduzlar, ularni bizdan masofasi qanchalik uzoqligi. Birgina quyosh ichiga bizni yer sharimizni 1.300.000 ta sig'ib ketadi. Va u tasavvur qiling, yonib turgan bir cho'g'ga o'xshaydi. Olov necha ming, balki millionlar yildan beri yonib turibdi. Uni harorati me'yoridan oshib ham ketmaydi, tushib ham qolmaydi. Kim unga bunaqa qudrat berib turibdi? Qayerdan kelyapti bu energiya? Eng yaqin yulduzga yorug'lik tezligida 4 yil uchish kerak. Bu degani sekundiga 300 kilometr tezlikda eng yaqin yulduzga 4 yil uchish kerak. Tasavvur qilyapsiz, shunday yulduzlar borki, millionlab yillar uchish kerak yorug'lik tezligida. Lekin shunaqa uzoq bo'lishiga qaramasdan biz uni ko'rib turamiz osmonga qaraganda. Demak, u degani nihoyatda buyuk yulduzlar haqida, sayyoralar haqida gap ketyapti. Alloh taolo bunaqa gigant darajada yaratishi, va bunaqa behisob darajada yaratishligi. Va Qur'onda xabar beryaptiki, uni ziynat uchun, osmonni ziynati uchun yaratdim deyapti. Hayratga soladi odamni. Ya'ni Alloh taolo shunaqa buyuk bo'lgan mahluqotlarni osmonni ziynat uchun yaratdi. Mana bu qudrat degani. Mana bu qudrat degani. Biz agar Al-Aziz haqida ta'ammul qilsak, u zot xohlagancha yaratadi, xohlagan narsasini yaratadi va u uchun yaratishlik qiyin emas, oson. Agar bir narsani iroda qilsa, kun fayakun, ya'ni bo'l deydi, bu narsa bo'lib qoladi. Va agar yaratganlarini yo'q qilishni iroda qilsa, xuddi shunday osonlik bilan yo'q qilib yuborishi mumkin. Al-Aziz bo'lgan zot barcha narsani o'ziga bo'ysuntirgan zot. Butun koinot Al-Aziz bo'lgan zotga bo'ysunadi. Har bir harakatlanuvchi maxluqot, mavjudotlar Allohning xohish irodasi bilan harakatlanadi. Allohning qudrati, quvvati bilan harakatlanadi. Biron bir narsa joyidan qo'zg'ala olmaydi. Hattoki daraxtdan bir barg to'kilmaydi illa biiznillah. Ya'ni faqatgina Allohning izni bilangina bo'ladi. Biz o'zimiz haqimizda bir tafakkur qilaylik. Tongda uyg'ondik, o'rnimizdan turyapmiz, harakatlanyapmiz. Allohning izni bilan bo'lyapti bu. O'zi uyg'onishligimiz o'zi Alloh bizga yana bir kun hayot ato qildi degani. Allohning quvvati bilan biz o'rnimizdan turyapmiz. Allohning quvvati bilan biz harakatlanyapmiz. Ishga ketamiz yoki boshqa mashg'ulotlar bilan shug'ullanamiz. Allohning qudrati bilan biz gapiryapmiz. Allohning qudrati bilan biz ko'ramiz, eshitamiz. Organizmimizdagi millionlagan jarayonlar Allohning qudrati bilan harakatlanadi. Hayot beruvchi bo'lgan zot, hayotni oluvchi bo'lgan zot ham u va u har narsaga qodir. La havla va la quvvata illa billah va huwa ala kulli shay'in qodir. Alloh taolo bir oyatda aytadiki: "Valillahi junudus samawati val ard va kana Allohu azizan hakima." Osmonlar va yerni askarlari Allohniki deyapti. Va u Al-Aziz, Al-Hakim bo'lgan zot. Ya'ni dunyodagi bir podshohlar, agar bizni 1 million askarimiz bor, 2 million askarimiz bor, qurol yarog'larimiz bor desa, Allohning askarlarining hisobi yo'q. Va Alloh taoloning askarlarini turi shu darajada ko'pki, uni hammasini ham biz bilmaymiz.
ayrimlarini ko'rsatdi Alloh taolo. Bo'lib ham buni askar deb o'ylamaysiz. Masalan, shamol. Ot qavmini shamol bilan yo'q qilyapti. Hozirgi kunda ham masalan voqelikda ko'ramizki, shamol o'zi mayin, yoqimli narsa, lekin Alloh unga buyursa bir qavm ustiga azob bo'lishi uchun butun boshli qishloqlarni tekislab yuboradi. Uylari-yu bormi, hamma narsasini tekis qilib yuboradi daraxt-paraxtlar bilan birga. Suv nihoyatda bir bezarar narsaga o'xshaydi. Lekin Alloh uni azob qilaman desa, bu ham bir askar bo'lib keladida, tsunami bo'lib tekislab yuboradi shahar. Alloh bir zilzila bilan yer silkitish bilan butun boshli shaharlarni tekislab yuborishi mumkinmi? Ha. Bu ham mayli. Bitta dona maloikasini yuborsa yetadi, kifoya qiladi o'zi. Allohning maloikalarini hisobini biz bilmaymiz. Lekin bitta maloikasi kelsa yer yuziga. Xuddi mana Lut alayhissalomga Jibril alayhissalom keldi. Qanotini haligi butun boshli qishloq tagiga shunday tuproqqa tiqib, ko'tarib qavmni teskarisiga yerga uloqtirdi. Tasavvur qilasizmi? Bir shahar tagiga qanotini tiqib, ko'tarib ag'darib olish. Bitta maloikani. Alloh al-Aziz, ya'ni butun askarlar, osmon va yer askarlari uniki. Alloh xohlasa, umuman biz uchun zaif tuyulgan, umuman kundalik hayotimizda zarari yetmaydigan mahluqotlarni ham balo qilish mumkin bizga. Masalan, mana chigirtkalar. Qarang, bitta chigirtka ko'payib ketganida, o'sha aytib berganimizdek Xitoydagi 58-yilda. Chigirtkani shu darajada ko'payib ketishligi oqibatida butun ekinzorlarni yeb tamom qilgan ocharchilik boshlandi. 30 milliondan ziyod odam qirilib ketdi. Bir dona chigirtka ko'payib ketgan. Fir'avnga ham shu balo bo'lib keldi chigirtka. Ocharchilikka sabab bo'ldi. Yoki qurbaqilar. Qarang, qurbaqa ko'payib ketishligi balo bo'ldi. Yashab bo'lmaydigan darajada ko'paydi. Ovqat qozonni ochsa ichi qurbaqa, uxlayman desa to'shakda qurbaqalar. Uylar qurbaqaga ko'payib ketdi. Hamma yoq shu yashab bo'lmaydigan holatga keldi. O'zingizlar mana bit bilan, bit nima degan narsa? İnsanlarni hayoti to'xtadi bit shu darajada ko'payganda. Alloh tarixda bizga bu oyatlarni nimaga ko'rsatyapti? Ya'ni Alloh kerak bo'lsa, bizga balo ko'rinmaydigan narsa bilan ham balolab qo'yishi mumkin. Mana yaqinda Covid degan kasallik dunyoga keldi. Virus ko'zga ko'rinmaydigan mikroskopik narsa bu. Ko'zga ko'rinmaydigan narsa bilan Alloh balolab qo'ymayaptimi? Alloh o'zini olamida xohlaganini qiladi. Chunki u al-Aziz bo'lgan zot. Ka'bani buzishga kelgan Abraha o'zini armiyasi bilan hech qanday to'siqqa duch kelmadi. Ya'ni bu yerda Makkada askarlar yo'q edi unga qarshi chiqadigan. Shunda Alloh taolo o'zini askarlaridan bo'lgan qushlarni yubordi. Qarang, kichkina qushchalar. Hammasi og'zida kichik toshlarni ko'tarib uchib kelib, haligi armiyani ustidan toshlarni yog'dirdi yomg'irga o'xshab. Ilmi teshik qilardi armiya. Qurt yegan barglarga o'xshab hammasi qirilib ketib qoldi. Alloh qodirmi? Qodir. Alloh har narsaga qodir. Al-Azizni yana ikkinchi ma'nosi g'olib. Ya'ni Alloh o'zini ishlarida g'olib bo'lgan zot. Uni hech kim mag'lub qila olmaydi. U tamomiy g'olib bo'lgan zot. Vallohu g'olibun ala amrihi, walakinna aktharan-nasi la ya'lamun. Alloh barcha ishlarida g'olib bo'lgan zot. Lekin insonlarning aksari buni bilmaydi. Bu oyat Yusuf surasida keladi. Yusuf alayhissalomning qissasi ko'pchiligimizga ma'lum. Akalari uni otasidan olib ketib qolishdi. Uni borib quduqqa tashab kelishdi. Ular uni otasidan ajratmoqchi bo'lishdi. Uni xor qilmoqchi bo'lishdi. Lekin Alloh uni aziz qilaman dedi. U aziz bo'ldi. Vazirning ayoli uni tuhmat bilan qamatvordi va uni xor qilaman deb o'yladi. Lekin Alloh uni aziz qilaman deb iroda qildi. Ana shu qamoqni azizlikka sabab qildi. Va haligi uni xor qilaman degan ayolning ustidan ham molik qildi. Chunki nimaga? Chunki vallohu g'olibun ala amri. Alloh ishlarida g'olib bo'lgan zot. Ya'ni qancha harakat qilmaysiz, qancha hiyla nayranglarni o'ylab topmang, Alloh baribir g'olib degan. Siz qancha dinga qarshi kurashmang, qancha Allohning nurini o'chirishga harakat qilmang,
Qancha dinni yo'q qilishga harakat qilmang. Vallohu g'olibun ala amri. Alloh baribir g'olib. Allohni aytgani bo'ladi baribir. Musa alayhissalom qissasiga bir qaraylik. Fir'avn tushida ko'rdiki, bir olov kelib uni hokimiyatini yondirib yuborganini. Bu tushi ta'bir qilganda yondagi odamlari, vazirlari shular aytishdiki, bir bola tug'iladi dedi. Tushini ta'bir qilib aytishyapti, ya'ni. Bir bola tug'iladi. U bola katta bo'lganda seni hokimiyatingni halokatiga sababchi bo'ladi deydi. Shunda farmon chiqaradiki, har bir tug'ilgan o'g'il bolani so'yinglar deydi. Qarang, har bir tug'ilgan o'g'il bola so'yilish boshladi shaharda. Musa alayhissalom ana shunday yilda tug'ildi. Lekin Alloh taolo shunday iroda qildiki, bu bola Fir'avnning uyiga kirib qoldi. Ana shu uyda katta bo'lish boshladi. Fir'avn tashqarida minglagan, balki 100 minglagan bolalarni so'yib tashladi. Shu bilan ovora bo'ldi. Bilmadiki, burni tagida uni halokatiga sabab bo'ladigan bola katta bo'lardi. Uni o'zi boqib katta qildi. Va kelajakda bu bola Musa alayhissalom uni halokatiga sabab bo'ldi. Nima degani bu? Vallohu g'olibun ala amri. Alloh o'zini ishlarida g'olib degan. Mana shu al-aziz bo'lgan ismning ma'nolaridan u o'zini ishida g'olib degani. Baribir o'zinikini o'tkazadi degan sizga. Ya'ni Alloh taqdir qilgan narsani baribir qoyim qiladi degani. Qancha unga kurashilmasin. Al-aziz ismini 3-chi ma'nosi unga hech kim yeta olmaydi. Hech kim zabt eta olmaydi. Alloh yetib bo'lmaydigan zot. U al-aziz shunday zotki, unga hech kim ziyon keltira olmaydi. Hech kim uni saltanatini fath qila olmaydi. Chunki u nihoyatda qudratli. Biz tasavvur ham qila olmaymiz qanchalik qudratli ekanligini. Insonlar o'zi bir dona yulduzga yetib bora olmayapti. Hali galaktikani tashqarisida qancha galaktikalar bor, qancha koinotlar bor. Va bular hammasi birinchi osmonda. Bu osmondan yuqorida umumiy 7 osmon. Uni ustida kursiy, uni ustida arsh. Bu koinotlarni inson aqli ham ko'tarmaydi. Nafaqat u yetib borishligi Allohga. Umuman imkonsiz insonga. Shunday zaif bo'lgan, shunday haqir bo'lgan inson Allohga qarshi kurashaman deydi. Allohning diniga qarshi kurashaman deydi. O'zi nihoyatda zaif. Allohning qudrati bilan yuribdi o'zi. Alloh xohlasa uni jonini olib qo'yadi. Lekin Alloh unga muddat beradi. Bir muddat tashab qo'yadi. Al-aziz bo'lib turib, qarang unga rahim qiladi. Shuning uchun nima deydi Alloh taolo? Va inna robbaka lahuval azizur rahim. Albatta sen Robbing al-aziz, nihoyatda qudratli. Shu bilan birgalikda rahimli. Qarang, bu dunyodagi bir vaqtinchalik izzat berilgan kishilar ozgina dunyo qo'liga kelib qolsa, ozgina bir hokimiyat qo'liga kelib qolsa, tug'yonga ketadi. O'zini baland oladi. Sal kimdir yoqmasa, yo'q qo'raman, qamanglar uni, yurtdan haydab chiqaringlar. Va hokazo. Lekin Alloh shunaqa buyuk qudrat sohibi bo'lib turib, bandalari shuncha gunoh ma'siyatda yursa ham, shuncha Allohga qarshi tug'yon ko'tarsa ham bir muddatga tashab qo'yadi. Shu zoti azoblamaydi. Chunki u al-azizur rahim. Qudratli, shu bilan birgalikda rahimli. Halim bo'lgan. Bir muddat tashab qo'yadi, imkoniyat beradi tavba qilish uchun. Gunohlardan tiyilib, tavba qilib Allohga qaytishlik uchun. Shu'ara surasida payg'ambarlarning qissasi keladi. Payg'ambarlar o'zini qavmini Allohni yakkalashga va unga hech kimni sherik qilmaslikka da'vat qilishlari zikr qilinib, qavmlari esa bu payg'ambarlarning da'vatini qabul qilmaganligi qissalari ketma-ket zikr qilinadi. Shunda har bir qissaning nihoyasida Alloh taolo va inna robbaka lahuval azizur rahim deydi. Va albatta sen Robbing nihoyatda qudratli va rahimli zot deydi. Buni ulamolar tafsir qilganda aytishadiki, har bir qavmga kelgan payg'ambar va unga iymon keltirgan kishilarni Alloh taolo o'zining rahmatiga olib qutqardi, nusrat berdi. Va unga iymon keltirmaganlarni, uni diniga qarshi kurashganlarni o'zini izzati bilan halok qildi. Shuning uchun yonma-yon keladi deb ham aytishadi. Endi savol tug'iladi. Qanday qilib Allohga Al-Aziz ismi bilan ibodat qilamiz? Birinchisi, barcha ibodatlarimizni faqat ungagina xolis qilamiz.
ixlos masalasi. Chunki al-aziz bo'lgan zot faqatgina unga ibodat qilinishlikka haqli bo'lgan zot. Unga biron bir narsani yo kimsani sherik qilishlikka al-aziz bo'lgan zot loyiq emas umuman. Kim agar shunday qiladigan bo'lsa, Allohni haqiqiy qadrlamabdi. Ma qadarulloha haqqa qadrihi. Ular Allohni haqiqiy qadrlashmadi. Qadrlashmadi unga boshqalarni sherik qilgan paytda. Qanday qilib inson boshqalar uchun amal qilish mumkin? Holbuki Alloh uni yaratgan. Unga qudrat, quvvat beradi. Unga farzandlar beradi. Unga behisob lazzatlar beradi. Alloh yaratgan yerda yashaydi. Uni ne'matlaridan foydalanadi. Qanday qilib shundan keyin ham unga boshqasini sherik qiladi? Ya'ni boshqasiga itoat qiladi. Boshqasi o'rnatgan qonun-qoidalar asosida yashaydi. Alloh o'rnatgan qonun-qoidalarni orqasiga otadi. Yoki umuman e'tibor ham bermaydi, qiziqmaydi ham. Qanday qilib? Ular Allohni haqiqiy qadrlashmadi. Allohni qadrini bilishmadi ular. Qanday qudratli bo'lgan zot ularni ustida turganligini bilishmadi. Ikkinchisi, ya'ni Allohga Al-Aziz ismi bilan ibodat qilishni ikkinchi ko'rinishi, musulmon kishi izzat sabablarini ushlash kerak ekanligi. Izzat sabablari. Ya'ni qanday amallarni biz qilsak, Alloh bizni aziz qiladi. Buni zikr qilishdan avval insonlarning o'rtasida izzat deb tushuniladigan narsalarni bir ozgina zikr qilamiz. Bugungi kunda ummat shunaqa bir holatga tushdiki, o'zini izzatini unutib qo'ydi. Bu din insonlarga haqiqatdan izzat olib keldi. Ummat 1300 yildan ziyod vaqt davomida izzatda yashadi. Butun dunyo titrardi musulmonlarda. Ularni hurmat qilishardi. Musulmonlar tarafdan askarlar yo'liga chiqsa, dushmanning qalbiga qo'rquv tushardi. Hattoki bir ayolni hijobini yechganlik uchun musulmonlar butun boshli shaharni bosib olishardi. Din haqiqiy izzat edi. Afsuski bugungi kunda mana shu formuladan foydalanadiganlar bor. Masalan, Amerika Qo'shma Shtatlari haqiqatan foydalanadi bu formuladan. Fuqarosini butun dunyoda himoya qiladi, fuqarosi uchun turib beradi. Shuning uchun pasporti kuchli hisoblanadi, hamma yoqda qo'rqishadi undan. Nimaga? Bir fuqarosiga agar teginsangiz, butun boshlik Amerika hukumati ko'tariladi. Nafaqat hukumat ko'tariladi, xalq ko'tariladi birga orqasidan. Bu formula o'zi musulmonlarniki edi. Ya'ni birodari uchun turib berishlik, ummat o'laroq turib berishlik. Chunki bu izzat sabablaridan edi. Afsuski bugungi kunda biz mana shu izzat sabablarini unutib qo'ydik. Bu izzatni unutib, zalolatga ketib, bu ummat har xil bid'at xurofotlarning ichiga kirib ketdi. Sunnatni tark qildi. Qur'ondan yuz o'girdi. Qur'onning ma'nolaridan yuz o'girdi. Lafzi qolgan bo'lsa ham. Ma'nolarni o'rganganlar uni amalidan yuz o'girdi. Amalni qiladiganlar uni sunnatga muvofiq qilishmadi va shaytonga ergashdi. Mana shu narsalar bizni izzatdan mahrum qildi. Chunki bu xorlik sabablari edi. Va insonlar izzatni boshqa narsalarda deb tushunish boshladi. Ayrimlar izzatni yahudiylar bilan, nasroniylar bilan do'stlashishda deb bildi. Ayrimlar bugun mana Rossiya bilan, Xitoy bilan do'stlashishda deb bildi. Vaholanki bu xorlik sabablaridan edi. Buni ko'rib turibmiz ham. Musulmonmiz deb turib, bular bilan do'stlashayotganlar xorlikka yuz tutayotganligini ko'rib turibmiz. Karvonni bir dumiga o'xshab dushmanlarning ketidan yugurib yuradigan oxirgi ummatga aylanib qoldik. O'zimizni qadriyatlarimizni himoya qila olmaydigan, o'zimizni haq-huquqimizni ham talab qila olmaydigan, bir gap gapira olmaydigan bir xorlikka tushib qoldik. Buni hammasini sababi biz izzatni noto'g'ri joydan izlaganligimiz. Alloh taolo bir oyatida aytadiki: "Bashshiril munafiqina bi anna lahum azaban alima. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين." Alloh taolo aytibdiki, munofiqlarga alamli azob bashoratini ber deyapti. Ya'ni alamli azob deganda jahannam, do'zaxda ular alamli azob ularni kutayotganligini bashoratini ber deyapti. Nima uchun bular bunday azobga mahkum bo'ldi?
Chunki ular, qarang, allazina yattakhizunal kafirina awliya min dunil mu'minin. Ular mo'minlarni o'rniga kofirlarni do'st tutdi. Mo'min musulmonni do'st tutish kerak edi. Lekin uni o'rniga kofirlarni do'st tutdi. Ayabtaghuna indahumul izza fa innal izzata lillahi jami'a deydi Alloh taolo. Ularni huzurida izzatni istaydimi ular? İzzatni hammasi Allohniki deyapti. Qani bu yerdagi ibtig'o fe'li arabchadagi istaydi deb tarjima qilyapmiz. Shunchaki istash emas, bir narsaga xohlab harakat qiladigan fe'lga aytiladi. Ya'ni harakat qilinadi, qattiq urinadi, qayta takror shu eshikka o'zini uraveradi. Mana shunaqa xohish haqida ketyapti. Izzatda ularni huzuridan shunaqa istaysizlarmi? O'zinglarni o'qqa cho'qqa urib, ularga yoqaman deb rozi qilaman, din dushmanlarini. Vaholanki izzatni hammasi Allohniki bo'lib turib. Insonlarning shunaqasi borki, ular nasl nasabi bilan izzat istaydi. Ya'ni ota-bobolari, bobokalonlari, ajdodlari biz palonchilarni zurriyotlarimiz, biz palon shajaradanmiz, biz saidlardanmiz, biz hojilardanmiz, biz eshonlardanmiz deydi. Vaholanki bu haqiqiy izzat emas bu. Bu yolg'on izzat bu. Inson o'zini nasl nasabi, o'zini shahari, davlati, ajdodlari, millati bilan faxrlanmaydi. Bu jahiliyat bu. Hamiyatul jahiliya. Jahiliyat davosi bu. Nabiy sallallohu alayhi vasallam bir hadisda aytadilarki, ummatimdan 4 xil jahiliyatdagi narsani tark qilmaydi deb aytdilar. Shunda birinchisi inson ota-bobolari bilan faxrlanish, mag'rurlanishi va ikkinchisi boshqalarni mana shu nasl nasab sababli past ko'rish. Qizig'i bugungi kunda ham ko'rasiz, masalan, odamlar hattoki bir odamni shaharlik va kimnidir shahari chekkasidan bo'lishligi ham aytadi, endi qishloqi bular deydi. Shahar qishloqlar bosib ketdi deydi. Qayerga qarasang deydi, ana viloyatdan kelganlar deydi. Past sanash bor. Vaholanki dinda mamnu, mumkin emas bunaqa narsa. Din musulmon bo'lganlarni bir-biriga birodar, aka-uka qildi. Farqi yo'q uni millatidan, ajdodlari yo'q, kelib chiqishi yo'q, umuman farqi yo'q. Bu bilan faxrlanmaydi mo'min kishi. Mo'min kishi nima bilan faxrlanadi? Islom dini bilan faxrlanadi. Sahobalardan bir kishi aytadi-ku, agar mushriklar Tamim, Qays qabilalar bilan faxrlansa, men aytamanki, meni otam islom deyman. Nima degani bu? Ya'ni men dinim bilan faxrlanaman degan. Va insonlardan shundaylari borki, ular mol dunyosi bilan, farzandlari bilan izzat istaydi. Ya'ni mol dunyosining ko'pligi, farzandlarining ko'pligi, ayniqsa o'g'il farzandlari. Bu odamda izzat tug'diradi ichida. Lekin bu ham yolg'on izzat bu. Haqiqiy izzat emas. Chunki biz sanayotgan hozirgi izzat mastarlari, bular vaqtinchalik bo'lgan izzat. Doimiy emas, vaqtinchalik bir kelib ketadi. Qisqa muddat ichida. Shuning uchun aytadi odamlarning bir davri kelib qoldi bu kishini deydi. Shu davri kelgan paytda Alloh taolo bunga vaqtinchalik sinov uchun bergan paytda inson tug'yonga ketsa, u bilan faxrlanib, mag'rurlansa, boshqalarni past deb bilsa o'zidan. Bu izzat emas bu. Alloh taolo bir oyatda aytadiki: وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَى إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ. Sizlarni mol dunyolar ham, farzandinglar ham Allohga yaqinlashtirmaydi. Allohga nima yaqinlashtiradi? Kim iymon keltirsa va solih amallar qiladigan bo'lsa. Mana o'shalarga 2 hissa mukofot bor va ular yuksak bo'lgan xonadonlarda, jannatdagi xonadonlarda bo'lishadi deyapti Alloh taolo. Demak, inson agar mol dunyosi va farzandlari uni Allohga yaqinlashtiradi, ya'ni men Allohga bir yoqqan joyim borki, Alloh nazariga tushgan joyim borki, shuning uchun menga shunday bir dunyo berdi, shunday farzandlar berdi deb o'ylasa odam, bu yolg'on, noto'g'ri tushuncha bu. Alloh taolo
kimgadir dunyoni ko'paytirganligi, uni aziz, mukarram qilganligi degani emas. Va kimgadir dunyoni qisib qo'ygan bo'lsa, tortib qo'ygan bo'lsa, uni xor qildi degani emas. Bu o'lchov umuman noto'g'ri. Agar bu o'lchov to'g'ri bo'lganida payg'ambarlar shunaqa podshoh bo'lib yashash kerak edi hammasi. Lekin payg'ambarlarning aksari, e'tibor bering, qissalarda faqrona hayot kechirgan. Bu payg'ambarlarning sayyidi bo'lgan Nabiy sallallohu alayhi vasallam qanaqa faqirlikda yashadilar? Ochlikda qornlariga tosh bog'lab, oylar o'tardi, qozon qaynamasdi degan Oysha onamiz. Bir ta'ammul qilaylik shu haqida. Allohni eng yaxshi ko'rgan bandalari haqida gap ketyapti. Sahobalarning hayotini qaraylik. Va agar boylik Allohni muhabbatini asari bo'ladigan bo'lsa, Fir'avn bir umr boylik ichida yashagan, bir umr podshoh bo'lib yashagan, hatto rivoyatlarda keladi, umri davomida biron marta kasal bo'lmagan, tishi og'rimagan deb keladi. Shuni Allohning muhabbatining asari. U jahannamning eng tubida deyildi Fir'avn. U shu dunyoda ham xorlikda o'ldi. Oxiratda uni undan-da shiddatliroq azoblar kutyapti. Yoki Qorunmi? Qorunning xazinalarini bir necha baquvvat kishilar kaltlarini ko'tarib yurishardi. Kaltlarini shunchalik xazinasi ko'pligidan. Ana shu g'urur bilan ko'chaga bir kuni chiqqanida yer yutdi uni keyin oxir oqibat. Yer yutdi. Shumi yoki aziz? Yoki Namrudmi? O'zini xudoman degan. Bitta chivin burnidan kirib, miyasini yeb tamom qilib o'ldirgan. Alloh taolo shunaqa mutakabbir bo'lib katta ketgan kishilarning misolini shunday qilib ko'rsatdiki, bitta chivin bilan halok qildi. Shumi izzat yoki? Insonlarning ichida shundaylar borki, ular ana shu jamiyatdagi o'rni, status, mansabi bilan izzat istaydi. O'ylaydiki, mana shu narsaga erishsam, izzat topaman deb o'ylaydi. Shuning uchun umrini shu narsaga sarf qiladi. Shu yo'lda qanday qurbonlik qilish kerak bo'lsa qurbonlik qiladi. Lekin bu ham ichi puch bo'lgan izzat. Biz bilamizki, bu mansablar, bu kursilar vaqtinchalik. Kimdir keladi, ozgincha foydalanadi, o'tiradi, keyin ketadi. Demak, izzatni shunaqa mastarlari ko'paygan. Ya'ni mastarlari degani kelib chiqadigan insonlar mana shu yerda izzat deb o'ylagan yolg'on bo'lgan mastarlari ko'p ekan. Bular xuddi sarobga o'xshaydi. Sahroda insonga uzoqdan bir suvdek, najotdek ko'rinadi. Oldiga yugurib borib qarasa, u shunchaki sarob edi. Hech narsani topmaydi bu yerda. Vaqtinchalik ko'zni quvontiradi. Yaqinlashsangiz yo'q. Chunki u yolg'on izzat bu, haqiqiy emas. Bo'lmasa savol tug'iladi, haqiqiy izzat nima? Haqiqiy izzatni mastar bitta. Kelib chiqadigan manbasi, o'rni bitta. U Alloh jalla jalaluhu. Izzat faqat Allohniki. Allohning roziligi bilan topiladi u. Alloh rozi bo'ladigan amallarni qilish bilan topiladi izzat. Boshqa narsa bilan emas. Chunki u xohlaganini aziz qiladi, xohlaganini xor qiladi. Har narsaga qodir bo'lgan zot. Bir oyatda aytadi-ku: "Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha'u va tanzi'ul mulka mimman tasha'u va tu'izzu man tasha'u va tudhillu man tasha'u biyadikal khayr innaka ala kulli shay'in qodir." Aytkin, Allohim, sen xohlaganingga mulk berasan. Xohlaganingdan mulkni tortib olasan. Naza'a shilib olasan degan ya'ni. Xuddiki qo'y terisini shilgandek, xohlaganingdan mulk shunaqa shilib olasan. Xohlaganingni aziz qilasan, xohlaganingni xor qilasan. Seni qo'lingda barcha yaxshiliklar. Albatta sen har narsaga qodirsan. Qarang, Alloh o'zi aziz qiluvchi, Alloh xor qiluvchi. Faqat biz shuni farqlamay qolganmiz. Bizga zohirdan qaraganimizda kimdir aziz tuyuladi. Lekin bilmaysizki, ana shu boy badavlat, shuncha mansabli ichida yashayotgan odam, u televizorda ko'rganingizda, publikada kulib turishi mumkin unaqa. Baxtli ko'rsatib o'zini. Kamerani tashqarisida nima bo'layotganini bilmaysiz. O'zini uyiga kirganida xorlikni his qiladi. Chunki Allohni toat ibodatidan tashqarida xorlik faqat.
izzat faqat islomni ichida. Man kana yuridul izzata falillahil izzatu jami'a. Kim agar izzatni istasa, izzatni hammasi Allohniki. Mana shu haqiqatni kim agar tushunsa, ya'ni izzat faqat Allohdan keladi, Allohni rozi qilishlik bilan izzat keladi degan haqiqatni kim agar tushunsa, insonni umuman tushunchalari, o'lchovlari o'zgarib ketadi. Dunyoga boshqa ko'z bilan qaraydi. Ayni shu narsa hosil bo'lishi kerak bizda bu darslarimizdan keyin. Endi haqiqiy izzat sabablari haqida suhbatlashamiz. Birinchi izzat sababi bu islom. Kim islom diniga kirsa, haqiqiy kirsa, ya'ni shunchaki yolg'ondan emas, yoki ota bobolarim dini bo'lgani uchun men islomdaman emas, yoki islomda yurishlik va dunyoyimga manfaat ekan deb emas, haqiqiy Allohni tanib, Allohdan o'zga iloh yo'qligini ich-ichidan his qilib, e'tirof etib, haqiqiy dinga kirsa, ya'ni bu odam albatta izzatda bo'ladi. Alloh taolo bir oyatida aytadiki: "Va la tahinu va la tahzanu va antumul a'launa in kuntum mu'minin." Qarang, bo'shashmanglar, siqilmanglar, sizlar albatta oliy bo'lasizlar agar mo'min bo'lsanglar debdi Alloh taolo. Bu oyat qachon nozil bo'ldi? Musulmonlar, sahobalar ya'ni qattiq zilzilaga uchrab, ruhan cho'kib qolgan paytida, Uhud jangidan keyin bo'lgan. 70 ta sahobiy yo'qolgan, shahid bo'lgan. Rasul sollallohu alayhi vasallam yuzlari yorilgan, tishlari singan, qancha aziyatlar yetgan musulmonlar juda zaiflashib, bo'shashib qolgan paytda nozil bo'ldiki, Alloh taolo aytdiki, bo'shashmanglar, siqilmanglar, albatta g'olib bo'lasizlar sizlar. Faqat mo'min bo'lib beringlar. Qani Alloh taolo aytmayaptiki, sizlar ko'proq armiya to'plashinglar kerak, ko'proq qurol yaroq to'plashinglar kerak, ko'proq ustinglarda ishlab trenirovka qilishinglar kerak demayapti. Yo'q, mo'min bo'lib beringlar deyapti. Mo'min bo'lsanglar, albatta g'olib bo'lasizlar deyapti. Qarang, g'alaba, oliylik, izzat nima bilan kelar ekan? Iymon bilan, mo'min bo'lish bilan kelar ekan. Bu eng asosiy formula. Izzat formulasi. Iymon shunaqa narsaki, agar kishini mana shu iymondagi zaxirasi, ulushi qanchalik oshgani sari, shunchalik izzati oshadi. Qanchalik mana shu iymondagi ulushi tushgani sari izzati tushadi. Odamlarga yoqishga harakat qilmang, umuman foydasi yo'q. Odamlarga yoqaman deb, ularning roziligini topaman deb qancha harakat qilmang, yo'q. Siz Alloh bilan mashg'ul bo'ling. Allohning dini bilan mashg'ul bo'ling. Siz iymoningiz ustida mashg'ul bo'ling. Qancha ziyodalashganingiz sari mana shunda, shuncha izzatingiz oshaveradi. Ya'ni biz to'g'ri sabablarga kirishimiz kerak. Izzatni to'g'ri sabablarga kirishimiz kerak. Bir kuni Umar radhiyallohu anhu, Abu Ubayda ibn al-Jarroh radhiyallohu anhu bilan birga Shomga safar qilishganda, yo'lda bir soy chiqib qoladi. Shu ko'lcha o'tish kerak bo'lgan soydan. Shunda Umar radhiyallohu anhu tuyasidan tushadi. Mahsullarini yechib yelkasiga otadi. Tuyani yuganidan ushlab suvdan o'tishni boshlaydi. Shu payt Abu Ubayda aytadiki, siz shunaqa qilasizmi deydi. Nima desa, mahsingizni yechib yelkangizga otib tuyani sudrab shu suvdan o'tasizmi? Sizga yarashmaydi deydi-da, ya'ni odamlar ko'rsa nima deydi deydi. Odamlar ko'rsa. Mana bugun gap, mashhur gap bugun. Odamlar nima deydi? Umar shunda Abu Ubaydaga qarab, deydi. Bu gapni sendan boshqasi aytganda bormi deydi. Ummatga ibrat bo'lsin deb jazolagan bo'lardim deydi. Biz eng xor qavm edik deydi Umar radhiyallohu anhu. Eng xor qavm edik deyapti. Alloh bizni islom bilan aziz qildi. Endi agar biz bundan boshqa narsada izzat istasak, Alloh yana bizni xorlikka qaytaradi deydi. Qarang, bu qoidani zikr qilyapti Umar radhiyallohu anhu. Qoida shuki, islom bilan aziz bo'ladi inson faqat, boshqa narsa bilan emas. Agar boshqa narsada izzat istasa odam, xorlikka qaytaradi Alloh deyapti. Bu narsa Alloh taoloning dini, bizga berilgan nihoyatda katta ne'mat, buni qadrlash kerak odam. Agar biz uni qadrini bilmasdan boshqa narsa bilan izzat istaydigan bo'lsak, bu tortib olinadi degani.
xorlikka qaytamiz degan. Nasallallohu afiya. Qizig'i buni kim aytyapti desa, Umar radhiyallohu anhu. Ya'ni Umar ibn al-Xattob jahiliyat paytida ham kim bo'lgan? Nihoyatda Makkani hurmatli, ehtiromli odam bo'lgan. U ana shu Makkani kattalarini majlisida davlat ishlarini hal qiladigan odamlar qatorida bo'lgan u. Haybatli, hamma qo'rqadigan, hamma hurmat qiladigan katta tijoratchi odam bo'lgan. Shu odam aytayaptiki, biz eng xor bo'lgan qavm edik deyapti. Alloh bizni islom bilan aziz qildi. Lekin agar biz boshqa narsadan izzat istaydigan bo'lsak, Alloh bizni yana xorlikka qaytaradi dedi. Xolid ibn Valid Kisroga xat yozadi. Kisro o'sha paytdagi Fors imperiyasining podshohi. U paytda ikkita eng katta imperiya, bittasi Rum imperiyasi bo'lsa, ikkinchisi Fors imperiyasi bo'lgan. Dunyoni boshqargan bu ikkita imperiya. Fors imperatoriga Xolid ibn Valid xat yozyapti. Nima deb xat yozadi? Islomni qabul qilgin, ya'ni taslim bo'lgin, salomat bo'lasan deydi. Agar unday qilmaydigan bo'lsang, ya'ni islomni qabul qilmaydigan bo'lsang, men seni oldinga shunaqa bir rijollar bilan boraman, shunaqa bir armiya bilan boraman. Ular o'limni yaxshi ko'radi deydi. Xuddi sizlar dunyoni yaxshi ko'rgan kabi. Kisro bu xatni o'qiganda qo'rqib ketib qolgan. Xitoy imperatoriga elchi yuborgan. Madad kerak deb madad so'ragan Xitoy imperatoridan, lekin Xitoy imperatori bosh tortgan yordam berishdan. Chunki u ham qo'rqqandi. Shunday zamonlar bo'ldiki, musulmonlardan katta imperiyalar qo'rqqan. Nimaga qo'rqishdi? Nimani hisobiga bular bunaqa aziz bo'ldi? Iymon bilan. Mana shu ularning qalbidagi iymon quvvati hamma yoqqa ta'sir qilgan. Bo'lmasa musulmonlar har doim adadi kam bo'lgan. Kamchilik bo'lib turib, nihoyatda katta armiyalarga ketganda ham ana shu katta armiyalar qo'rqqan. Masalan, Rumga qarshi Xolid ibn Validning boshchiligida kelishganda 3000 kishi bilan kelgan. 240 ming odamga 3000 bilan hozir qanaqa qarshilik bildirish mumkin? O'zi o'ylang mana. Lekin shunda ham qaytishmadi ular orqaga. Chekinishmadi. Bu bizni matematikaga to'g'ri kelmaydi hozir. Lekin bu yerda mana shu ayni shu iymon izzati bor berida. Abdulloh ibn Huzafa radhiyallohu anhu ning qissasi ham mana shu ibratli qissalardan biri hisoblanadi. Rum imperatorining oldiga olib kelishgan, chunki ular qiziqqan, o'zi musulmonlar qanaqa odam ekan ular deb ular qiziqqan. Shuning uchun asriga tushib qolganda Rum imperatori bir ko'ray shuni olib kelinglar oldimga degan. Olib kelishgan birinchi 3 kun qamoqda, zindonda ushlagan ekan, och holatda, hech narsa bermasdan ochlikda tashab qo'ygan. 3-kuni cho'chqa go'shi bergan ekan. Shunda u yemagan cho'chqa go'shini ham. Keyin uni olib chiqib aytishadiki, nimaga yemading? Sani diningda majbur bo'lganda yesa bo'ladi-ku deyishsa, uni izzatim yo'l qo'ymadi deydi. Ya'ni islomni ustidan kulmoqchisizlar. Yo, men sizlarning kulishinglarga qarab tura olmayman deydi. Ya'ni ularni qarang, dinini izzati deb turib berishini qarang. Keyin haligini hojga bog'lashadi. Kamonchiga aytadiki, o'ziga otmaganda yonlariga poylagin deydi. Har xil tarafidan o'q otadi. Qo'rqitamiz deb o'ylashadi-da, ya'ni. Keyin aytadiki, ya'ni podshoh, diningdan qaytasanmi deydi. Yo'q deydi. Diningdan qaytsang deydi, bizni dinimizga kirsang, senga yarim molim beraman deydi. Abdulloh ibn Huzafa aytadiki, agar butun mol mulkingni bersang ham deydi va qo'shni davlatlarning ham mulkini olib kelib menga bersang deydi, iymonimdan zarracha chiqmayman deydi. Bo'lmasa o'ldiraman deydi. O'ldirur, o'zi shuning uchun kelganman deydi. Qarang, mana izzat. Izzat shunaqa bo'ladi. Bu dunyoni o'tkinchi matohlari uchun o'zini o'qqa cho'qqa uradigan odam emas, bu aziz bo'lgan odam. Aziz bo'lgan odam Allohni kalomini oliy qilaman degan. Allohni dini uchun, Alloh uchun yuradigan odam bu. Mana shu odam aziz odamda. Ya'ni arzimas bir sotix yerlar, gektar yerlar deb, arzimas bir matohlar deb o'zini xor qiladigan odam emas-da. Biz aytdikki, al-aziz mutlaq g'olib bo'lgan zot. Demak, kim u bilan birga bo'lsa, u ham g'olib degan. Ana agar biz Alloh bilan birga bo'lib tursak, nima kelsa ham, nima sinovlar kelsa ham, agar biz sobit dinimizda turib bersak, bilaylikki, albatta biz g'olib bo'lamiz. Vallohu g'olibun ala amri. Biz Alloh bilan birga bo'lsak g'olib bo'lamiz. Mana bu narsani sahobalar juda ham yaxshi tushundi. Chunki ular Allohni yaxshi tanirdi.
Alloh taoloning sunnati shuki, insonni oxirigacha sinaydi. Oxiriga taqalgungacha sinaydi. Hech narsasi qolib ketadi odam. Hamma undan yuz o'giradi. Jarri yoqasiga shuni olib keladi Alloh taolo. Mana shutgacha sinaydi. Dushmanni eshigingiz tegicha olib keladi. Qani turarmikin sobit qadam bu. Ahzob jangi ayni mana shunaqa sinovlardan biri bo'lgan sahobalar uchun. Makka mushriklari yahudiylar bilan til biriktirgan holda Madinani qirib yuboramiz deb, Muhammadni o'ldirib yuboramiz deb sallallohu alayhi vasallamni shunaqa bir vajohat bilan kelishdiki, juda ham katta armiya. Musulmonlar u payt nihoyatda tanglik holatda edi, ya'ni qanaqa iqtisodiy jihatdan ochlik bo'lgan masalan. Ana shu paytda o'zi Nabiy sollallohu alayhi vasallam qornlariga ikkita tosh bog'lab yurganliklari va havo juda ham sovuq payt bo'lgan. Nabiy sollallohu alayhi vasallam sahobalarning o'rtasida maslahat qildilarki, nima qilamiz? Shunda Salmon al-Farsi radhiyallohu anhu taklif berdiki, biz Forsda dushmanga qarshi xandaq qazirdik degan. Bu xandaq chuqurlikda, ya'ni chuqurligi, ya'ni bu 5 metr bunaqasiga, chuqurligi ham bir 4 metr keladigan chuqur. Dushman sakrab o'tolmasligi uchun o'zi Madinada bir dushman kelishi mumkin bo'lgan bitta yo'l bo'lgan, bo'sh. Sahobalar shuni qazish boshlashdi. Sovuq kunda, ochlik holatda dushman kelguncha qazib bitirish kerak bo'lgan odam sahobalar. Bu nihoyatda og'ir sinov bo'ldi ularga. Ko'pchilik bu sinovda ikkiga ajralib qoldi. Munofiqlar aytdiki, bu Muhammad sallallohu alayhi vasallam bizga Rum, Forslarni fathini va'da qilyapti. Biz hojatxonaga borishga qo'rqib yuribmiz-ku. Katta-katta va'dalar beryapti deydi. Yolg'on ekan deb borishdi. Lekin sahobalar nima dedi? Sahobalar Ahzobni ko'rganida, ya'ni mana shu armiya kelayotgan armiyani ko'rishganida, hada ma wa'adana Allohu va rasuluhu. Mana shu Alloh va rasuli bizga va'da qilgan narsa deydi. Ya'ni bular aniq sinalishligini bilgan bu dunyo hayotida. Aniq bularga mana shu dinlarni sinash uchun Alloh taolo bir ibtilo yuborishini, fitna yuborishini bilishgan. Ana shu kelganida ular tanishdi shuni fitnani. Mana shu deydi. Va sadaqallohu va rasuluhu. Alloh va rasuli haq so'zlagan ekan. Mana shu sinovda ular sobit qadam turib berishdi biiznillah. Bo'lmasa ularning kuch qudrati, ya'ni qurol aslahalari jihatdan, adadi jihatdan zaif edi ular. Lekin mana shu turib bergani uchun Alloh ularga azizlik berdi. Aziz qildi ularni. Qanday qilib deyishingiz mumkin. Bu qiziq emas. Qarang, biz agar Alloh buyurgandek tursak, iymonda, toat, ibodatda turib bersak, sabr qilib, Alloh bizga shu g'alabani beradi. Bu kichkina ishlarda bo'lsin, kundalik ishlarimizda, katta mamlakat dushmanni ro'parasida turgan paytimizdagi ishlarda bo'lsin, farqi yo'q. Agar biz taqvoda, sabrda turib bersak, Alloh bizni oliy qiladi, g'alaba beradi bizga. Xuddi shunday Ahzobda ham shamol keldi, mushriklarning ko'ziga chang to'zon bo'lib kirdi, hammasini qalbiga qo'rquv tushishi boshladi, vahima qilishdi, qochib ketishdi. Shunday eshik tagiga kelib turib, musulmonlarni o'ldiramiz deb kelgan mushriklar Makkadan Madinaga qalblariga vahima tushdi, o'zaro o'rtalarida nizolar paydo bo'ldi. Chang to'zonning ichida qolib ketishdi, qo'rqib chiqib ketishdi. Nusrat mo'minlarning ustiga tushadi. Qachonki biz mo'min bo'lsak, shundagina nusrat tushadi. Agar biz dindan chiqadigan bo'lsak va o'ylasakki, dindan chiqsak bizga azizlik keladi deb o'ylasak, mana ayrimlar shunaqa deb o'ylaydi. Dinga amal qilmasa xorlik keladi o'zi. Inson diniga bir joyda amal qila olmayaptimi? Hijrat qilish kerak bu yerda. Dinga kengchilik bo'lgan joyga. Chunki eng asosiy qutqarilish kerak bo'lgan narsa bu insonning iymoni, insonning dini. Dinni tark qilib men aziz bo'laman deb o'ylasa inson tamomiy adashadi. Buni ziddi xorlik keladi. Lekin agar biz Allohni dinini mahkam ushlasak, qanchalik taqalsa ham turib beraversak, Alloh taolo albatta bizni aziz qiladi bir kun. Albatta aziz qiladi. Xuddi Yusuf alayhisalomni aziz qilgandek, xuddi Musa alayhisalom aziz qilgandek, xuddi Ibrohim alayhisalomni aziz qilgandek. Ibrohim alayhisalomni qanday aziz qildi? Butun shahar chiqib uni olovga otamiz deydi. O'ylab ko'ring. Butun boshlik qavm
gulxan yoqib olovga otamiz deyapti. Bir o'zi. Hatto o'zini otasi qo'yinglar bilmasdan qilib qo'yibdi, yosh bola demadi. Hatto o'zini otasi yonini olmadi. Bir o'zi turibdi. Ibrohim alayhissalom kimdandir yordam so'radimi shu yerda? Menga rahm qilinglar deb yalindimi odamlarga? Yo'q. Nima dedi? Hasbiyallohu va ni'mal vakil. Allohni o'zi menga kifoya dedi. Va qanday ham u go'zal himoyachi, yordamchi. Bo'ldi, shu gapini o'zi ana shu qalbidagi Allohga suyanishini o'zi kifoya qildi aziz bo'lishiga. Olovga uloqtirishuvdi, haligi gulxan bog'ga aylanmadimi? Alloh taolo olovga buyurdi. Kuni bardan va salaman ala Ibrohim. Ibrohimga salqin salomat bo'l dedi. Alloh olovga buyuryapti. Olov Allohning maxluqi emasmi? Nima bo'ldi? Izzat bilan chiqdimi shu olovning ichidan? Izzat bilan chiqdi. Olovga uloqtirganlarchi xor bo'lishdi. Shuning uchun aytiladi. Alloh o'zini kalimasini oliy qiladi, kofirlarning kalimasi haqir, past. Ular aytgani bo'lmaydi degan. Ular reja qilgan narsa amalga oshmaydi. Alloh g'olib o'zini ishlardi. Chunki u al-aziz.